Toshkentda yirik gastronomik festival. Bugun Humo Arena saroy hududida ko'plab yurtdoshlarimiz va mehmonlar Pepsi lazzatli fest tadbiriga tashrif buyurishgan va ular bugun rekord darajadagi taomlar tayyorlanishiga guvoh bo'lishadi. Hozir ayni vaqtda shundoqqina mening ortimda yangi rekordga tayyorgarlik jarayoni ketmoqda. Mohir oshpazlar xalqimizning eng sevimli taomlaridan biri bo'lgan Uyg'urcha lag'mon tayyorlashmoqda va bu taom bugun Ginnesning rekordlari kitobiga kirishi kutilmoqda. 3 kun davomida Pepsi lazzatli fest doirasida birin-ketin rekord natijalar qayd etildi. Dastlab birinchi kunda 1000 dona lavash doner tayyorlash rejalashtirilgan edi. Biroq oshpazlar 2187 dona lavash doner tayyorlab rekord o'rnatdi. 3 ta jamoa qatnashmoqda. Lavashda bitta jamoa, lag'monda ikkinchi jamoa va somsada boshqa jamoa. Asosan o'zimizning o'zbek oshpazlari, lekin mana ko'rib turibmiz hozir qo'shni davlatlardan ham xorijiy mashhur oshpazlar kelibdi, o'sha aynan shu tadbirda ishtirok etish uchun. Ikkinchi kunda esa vazni 1135 kilogramm bo'lgan ulkan lag'mon tayyorlandi. Festivalning 3-kuni esa 45 ta tandirda bir vaqtning o'zida 12648 dona somsa pishirildi. Bu jarayonlarning barchasini Guinness World Records tashkilotidan maxsus tashrif buyurgan xorijlik ekspertlar bevosita kuzatib bordi. Yakunda rekordlar rasman tasdiqlanib, festival tashkilotchilariga maxsus sertifikatlar topshirildi. Bitta ritmda butun mahalla, viloyatlar, tumanlar, shaharlar. Kechga yaqin festival hududi yanada jonlandi. Estradamizning yorqin yulduzlari tomonidan trendda bo'lgan eng sara qo'shiqlar muxlislarga taqdim etildi. Pepsi lazzatli fest bu safar nafaqat gastronomiyani, balki atmosfera, emotsiya va katta shahar kayfiyatini